Do'stlar, mana shunaqaqa joylarga mana mebel o'rnatyapmiz-da. Nima deysizlar? Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlayman. Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, yurtdoshlar. Mana biz Toshkent shahriga juda chiroyli high-tech fasonli oshxona mebelini o'rnatdik. Kimga yoqqan bo'lsa, albatta bittadan like tugmasini bosib qo'yamiz. Anchadan beri katta video qo'ymayapmiz, qo'yib endi katta videolarni ham qo'yishni boshlaymiz. Xudo xolisa sizlarga razmerlarini tanishtirib o'tamiz, obzorini qilamiz. Sizlar yaxshi ekran tagida joylashib, bittadan like tugmasini bosib, kommentariyaga shirin so'z qoldirib, yuksalish olg'a deb qo'ysanglar, hisob deydi-ku. Hisob. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmerlarimiz 380, 170, 280. Bir chekkadan tanishtirib o'taman, bo'lmasa operator ko'rsatib o'tasiz. Bu joylarimizni katta ruchkasi qani deganlarga mana ko'rsatib o'tamiz. Ochib beradi, ochiladi. Ruchkasi qani deganlarga mana ma'lumot, pushkalari bo'ladi. Mana bunaqa. Mana bunaqa kategoriyani o'rab berganmiz. Bu yerga atablinalarni qo'yadi. Buni hatto oshxonalarni ko'rsanglar bo'laveradi. Bemalol yopilishlari, e'tibor. Materiallari ham eng tozasidan qo'ygan. Hojinamiz duosini olish uchun degan. Statsiyasiga keladigan bo'lsak, eng zo'ri kerak ishlasa bo'lmaydi. Taxtagacha qilib ishlasa ham, gazda qanday narsa qo'ysam ishlasa bo'lmaydi. Gaz bilan shtol o'rtasida zazor qo'ygan. Buni profilli oynalarni qilib berganmiz, chiroyli holatda. Vitishkalari, chiroqlarini ham led chiroqlarini ham o'rnatib berdik. Xudo xolisa yoqadigan holatda. Bu joyimizga gaz tushadi, endi gazini oladi. Gazni taygan polkalar bilan chiroyli holatda joylab berdik. Xo'p, bu joyimizga keladigan bo'lsak, g'alabalarni mana qoshiq, vilka, badnom solish uchun bemalol vakuumni mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu joyimizga yana profil oynasi, bu joyga mo'ykani yoniga avtomatiskiy sushuvka bemalol ishlatadigan xalqimiz, onaxonlarimiz, opalarimiz, singillarimiz maza qilib ishlatadi. Mo'yka. Bu joyga kir mashinani qo'yib bo'lganligini, mana kir mashinasini ham joylab berdik. Bu tepalariga keladigan bo'lsa, tepalari nima desa, tepalari mana bunaqa ko'rga ko'rishinglar mumkin. Endi ozgina uyda egasiga artib tozalaydigan dizaynni ishlab qo'ygan. Mana endi polkalarni xohlasangiz olib kattaytirib, ishlattirib shunaqasiz bo'laveradi. Bemalol, muammo yo'q. Xo'ras, o'zingiz yo'qoladi. Bu joyimizga keladigan bo'lsak, mana tandemni yo'liga qo'yilgan. Tandem yo'liga bilasizlar, bemalol 30 kilo, 40 kilogacha ko'tara oladi. Qo'yamiz, yopilishlari ham juda go'zal holat. Endi nima deb o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilarimiz, sizlarga Xudo xohlasa bonuslar chiroyli holatda kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, chiroyli bonuslar beramiz, Xudo xohlasa. Buni 1 metrini, 1 metrning ichida mo'yka, sushuvka, simestit, aladon pakdom, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 1 pagana metrini 3 million so'mdan tayyorlab beraman, xuddi shunaqa akril holatda. Akrillari eng tozasi, like bosib qo'ygan odamga, kommentariy qoldirgan odamga albatta xuddi shunaqa bo'ladi. Endi ish bilan bir qator oddiygina o'zini ko'rinish holatini sizlarga ko'rsatib o'taman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa, shu odamga jo'natib qo'ying.